العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. O'rta Osiyo musulmon barodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasul sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarga mehribonlik qilganlarki, har bir kishi zakot molini bersa, basababi zakot nafsi pok bo'lib, moli ko'payadi. Imom Buxoriy vaqtiga bir birodarimiz $290 zakot pulini bergan ekan, bugun Afg'onistonga bizdan qo'limizga yetishib keldi. Va ikkinchi birodarimiz Muslimbek kishilar ki zakot pulidan Imom Buxoriy vaqtiga $100 bergan ekan, bugun u ham bizdan qo'limizga yetishib keldi. Shuhratbek kishi ham zakot pulidan Imom Buxoriy vaqtiga $100 bergan ekan, bugun Afg'onistonga Javzon viloyatiga bizdan qo'limizga yetishib keldi. Alloh taborak taolo ulardan rozi bo'lsin. Bizlar bu zakot pullarini musulmon kishilarga, muhtoj kishilarga tarqatishga harakat qilamiz. Alloh taborak taolo ulardan ham rozi bo'lsin. Alloh taborak taolo zakotlarni qabul qilib, joylarini jannatul firdavs nasib aylantirsin va Imom Buxoriy vaqfiga zahmat qilayotgan kishilar va mehnat qilayotgan kishilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Jazakumullohu xayron. Kaçalmaydı, birimden pasışal, kor vermaydı. 5-6 nüfusunu koyman, işlerken o bir daramatım yok. Şimdi her nerede zahımazdı, tamam canım teşhirgen numaralarım 5-10 haltaya geliyordu. Şu haltaların pulunu hem toparlayayım, şu an her zaman ya. Numarası o zaman komak bir yerden buysa, şunu o zaman iyi hoplayayım. Gör olayım kuda.